Odam ruhiy jihatdan azob ichida qolganda bo'yni sababsiz tilib og'riydi. Nurg'un do'stlar bo'ynamda ko'mirchak so'ngak o'sab qolgan o'xshaydi deb bo'yanni saylantirib tekshirib boqadi. Revmatizmning alomatimido deb qarab qon tekshiratib boqadi. Hech qanday normalsizlik chiqmaydi. Ammo bo'yni tilib og'riyverdi. Bu ruhiy dunyoyingizdagi azobning chekidan oshganligining, azob sababli badanda g'ayri-tabiiy savdo xilati va zaharlik modda shakllanib bo'yningizni taldırıp ağrıtıyotganligining ro'shan ifodasi. Agar ruhiy azob chekitini eshib bo'yningiz talib og'rigan bo'lsa, azobni tugutib, uning o'rniga aktiv ruhiy holat, shirin uyqu ato qiladigan munavvar mahsulotimiz udun oltin yaproq tashvish guyhuri bilan udun oltin yaproq muparrihi dil aram sizning bo'yin og'riqingiz va bo'yin og'riqining oxiriga yushunilgan ruhiy jihatdagi normalsizlik va ruhiy tushkunligingizning unumli oldini elib, har xil azoblar ichidan qutulib chiqib, real turmushga muhabbatlik beqishingizda intayin muhim rol o'ynaydi.